Xayrli tong azizlarim, yaxshimisizlar? Yaxshi dam oldinglarmi? Tezroq uyg'oninglar, uxlab yotganlar. Zo'r TV kanalini yoqib, bizani ko'ringlar, bizlar tilni Xudo xolisa bugun mazza qilib dildan suhbatlashamiz. Ukam, singlim, akajonim, adajonim birga ketyapmiz. Hammaligi yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Bugun ishlarimiz juda ham ko'p. Juda qiziqarli istoriyalar qo'yib boraman. Обязательно kuzatishda davom etinglar. Istoriyani o'tkazib bormanglar. Hali qiziq videolar oldinda. Voy bu zo'r gapirdimi? Qanaqa gapirdi? Kecha klip oldik-ku, to'xta chiqib oilaviy. Ana o'sha klipni adajonim o'zlari oldilar-da, qo'yib fonda muzika zo'r turibdi. Hozir ссылка qoldiraman. YouTube kanalimizga, YouTube'dagi Havas guruhi kanaliga qo'yganmiz. Birinchi Havas guruhiga podpisatsiya qilasizlar, keyin ko'ringlar. Va izohlarda o'zingizlarni kommentariyalarni yozib qoldirsanglar, juda ham xursand bo'lamiz. Eng asosiysi ayajonim o'zlari o'qiydilar kommentariyani. Xursand bo'lib o'qib, ko'zlariga yosh kelib, shuning uchun ko'ringlar, adajonim o'zlari kechasi bilan montaj qilib qo'yibdilar. Qo'l va pishi zo'r chiqqan, ko'ringlar. O'zingizlarni fikringlarni обязательно bildiringlar. Ana bu yoqda qizim serialni nima deyiladi? Aktyori, nima bosh aktyori juda ham zo'r o'ynagansiz ekan. Qoyillatgansiz. Shunchalik ishonchli bo'lib ketganki, Shahnoz aytib yubordi-yu. Ha, yomon ko'rib qolganmiz. Rost aytamiz. Demak, rolni zo'r o'ynaganda dalolat. Xursand bo'ling, xafa bo'ling. Xursand bo'ling. Xursand bo'ling. Endi yaxshi rollarda chiqing. Salbiyda emas. Xudo xolis. Sizlarda ham ashulalar kutib qolamiz. Xudo xolis, rahmat, sog' bo'ling. Yana ham yaqinroq abi. Ana. Bu yoqqa qaramaysiz, chiqing. Mana ham parchalar bor ekan. Kameraga bora oladi. Yaxshi. Chidolmadim. Qor lokomotivda syomkani boshladik. Bosh rollarda Ma'mur aka, bu yerda 3 ta bolajonlar kecha tikib bergan kiyimlarimizda. Bu yerda hammamiz turibmiz. Operatorimiz. Men bularga kim bo'laman? Tog'asi. Yaxshi.